1 dekabrda Zeyga Rossiya Davlat Dumasi deputati Oleg Morozov ishlikli safar bilan keldi. Energetik madaniyat saroyida Zey rayoni hamshahari aktivi bilan uchrashdi. Deputat o'zining chiqishini so'nggi oy yarim ishindagi deputatlik ishchanligi bilan tanishtiruvdan boshladi. Shunday o'q ilda borgan koronavirus bilan bog'liq vaziyat turida so'z berdi. Infeksiyaga qarshi ko'mak vaksinalari haqida o'z fikrini yetkazdi. Надо создавать все возможные условия для того, чтобы человек привился. Для того, чтобы человек сделал этот выбор, понимая, что это более комфортно для него, более комфортно для его близких. Это вопрос его личной безопасности, безопасности окружающих, и это позиция его работодателя. Uchrashuvda qatnashuvchilar Oleg Morozovga rayon xalqin birshig'an so'rovlar bilan murojaat etdilar. Keskin turgan masalalarning birisi ul suqbayitlar problemasi. На сегодняшний момент ведь животные, которые попадают в приют, то есть проходя определенные там процедуры лечения, оно возвращается обратно в среду обитания, и собака остается на собаке. Хотелось бы попросить вас о том, чтобы вы внесли на вашем уровне рассмотрение изменения в этот федеральный закон. Rayon aktivi bilan uchrashuv Birdam Rossiya partiyasi saflarına qabul etilgan bir turkum zeylilarga partiya biletlari topshiruv bilan tamomlandi. Deputat rayon yetakchiligi bilan birlikda Zey Politexnik kollej bazasida o'rnashgan yuqori kuchanish ostida ishlov o'zagida da bo'ldi. VR-тренажер. Здесь изображен наш учебный центр со стороны полигона. Обучается, что надо делать, да? Oleg Morozov hunarlari bo'yicha ustama bilim oluvchilar bilan da oralashirga ulgurdi. Интересно? Интересно, очень. Да? Условия как? Отлично. Oleg Morozov Politexnik kollejining o'qutuv ko'nikmalar uzdiruv ustaxonasi ishchanligi bilan da tanishdi. Studentlarning eritib yopishtiruv bo'yicha praktik ishlarini qaradi. Aligi hunarning ijod uchun kerakli bo'luvini ayrim to'xtaldi. WorldSkills harakati qissalarida elektr topshiruv kabel liniyalarini ekspluatatsiyalash kompetensiyasi bo'yicha o'zushi tubak belgisida ul o'ng'ay bayaladi. Odila Birxonova, Denis Ipatov, Zey xabarlari.